Hozir ko'ringlar buni. Mashinamiz ajoyib chiqib qoldi. Hop, qo'qonlik akalarimiz Namangan mashina bozoriga olib ketishibdi. Tom o'ziga 1,5 ming ketgan. Hop, shu kunga 10 ming o'sha rasxod qilishgan ekan. Narxi ajoyib chiqqan. Sizlarga yoqsa bittadan like berib qo'yinglar, men tanishtirib o'taman. Mashinamizni ko'rsatadigan bo'lsa, holatlar klass, men antinaga adden temi. İçlerga ham ishlab qo'yishgan, bolalar klass. İçini bitta ko'ramiz. Hop, men trinaga chiqishgan ekan. Holatlari o'ta ajoyib mana. Ternopkaga ruxsati bor, GIgacha bor. Sizlarga tanishtirsam, Mers rol qo'yilgan. Yurgani ham 255 ming, video registrator. Tomatni temi. Mana. Maksimum kolonkalari, suruvli signalari o'ta. Xullasa, moshada ishi qolmagan. Telefon zonadan qo'yilgan, orqadan moshina kelsa yonadi. Ana endi motorni bitta ko'ramiz. Hop, konditsionerlar ishlaydi. Ovullargacha fond ishlab qo'yilgan. Buni xuddi shuni tushiramizda o'zi ko'tarishiga bitta e'tibor berasiz. Xo'sh, mashinamiz motor qismida boshqa hech qanaqa ish yo'q ekan. Narxi ham zo'r. Oxirgi narxini $5700 deyishdi. To'g'ri, qimmat deyishinglar mumkin, mashina lekin puliga arziydi. Yili 97 mi aka? 97-yil ishlab chiqqan ekan mana. Ishqi o'zi bo'lsa olaveradiganlar bor. Kimga kim qiziqadigan bo'lsa aloqa chiqaramiz. Telefon raqam 91 144 44 77 ga aloqa chiqamiz.